AQSh va Isroil hujumlari oqibatida Eron katta zarar ko'rmoqda. Associated Press'ning yozishicha, bombardimonlar davomida Eronning minglab zavodlari shikastlangan. 20 mingta korxona, Eron umumiy ishlab chiqarish quvvatlarining qariyb 20% vayron bo'lgan. Jabrlanganlar orasida yirik farmatsevtika xoldingi, optika va kimyoviy mahsulotlar zavodlari, shuningdek alyuminiy va sement zavodlari ham bor. Po'lat quyish va neft kimyo sanoatiga katta zarar yetkazilgan. Ikkita yirik po'lat ishlab chiqaruvchi korxona o'z faoliyatini to'xtatgan. 50 dan ortiq neft kimyo majmuasi ishdan chiqqan. Sanoatning barcha tarmoqlari neft kimyoga bog'liq bo'lgani bois narxlar oshishi plastmassa va quvurlardan tortib gazlama va oziq-ovqat qadoqlarigacha deyarli barcha sohalarga ta'sir qilgan. Bevosita urush tufayli Eron kamida 1 millionta ish o'rnini yo'qotgan. Iqtisodchilar yana 10-12 milliongacha ish o'rni, ya'ni mamlakat ishchi kuchining yarmi xavf ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Eslatib o'tamiz, AQSh va Eron mojaroni to'xtatish bo'yicha hamon bir to'xtamga kela olgani yo'q.